60 ta simental tanlandi. Novibr 280 kilogramdan 350 kilogramgacha moshinalar hali bunaqalari to'g'risi O'zbekistonga bordi, lekin bunaqasi hali bormadi. Aralashmasi bordi. Endi mendan juda ham ko'p so'ralgan savol, O'zbekistonda qancha sotilyapti? Ya'ni sen qanchadan olding, u qancha sotadi? Akalar, men sizlarga Optim 60 ta narxini aytaman. Optim 60 ta narxini. Lekin klient bizdan olib, O'zbekistonga olib borib, ustiga qancha qo'yib sotadi, u bizning ishimiz emas. U klientning ishi. Shuning uchun mendan O'zbekistondan bir donani men undan qanchaga olsam bo'ladi deb savol bermanglar. Men sizlarga Optim narxini aytaman baribir. 90 mingdan oldikgacha 45 mingdan 50 minggacha xarajati bor. Ya'ni molni karantin plashadkaga olib borish xarajatlari, dokument, mashina, NDS, meni komissiyam hammasini qo'shsanglar 45 mingdan 50 minggacha xarajat bo'ladi. 90 mingning ustiga qo'shiladigan pul. Hisob kitob qilaveringlar. 140 ming grubi hisob kitob, 135 ming o'rtacha hisob kitob. Ana, shunga tushib boradi 60 ta molingiz, lekin bitta, ikkita, 3 ta, 10 ta emas. Ustiga qancha qo'yib sotadi, u o'zini ishi, o'zini muammosi. Endi hozir 45 mingdan 50 minggacha suxoy yo'ldi xarajatlari bo'lsa, hozirgi kunda mana bugungi 7-chisloma bugun yo 6 yo 7, to'g'ri aniq bilmayman. Dekabr chislosiga ko'ra nimadan? Parondan xarajatlar qanaqa? Parondan xarajatlaringiz где-то 80-100 dollar atrofida tejaladi. Lekin parondan mol yuborsangiz, обычный suxoy yo'lda 3 kunda kirsa O'zbekistonga, parondan 7 kunda kiradi, 8 kunda kiradi. 15 kun deganga ishonmanglar, 15 kun emas. 15 kun emas. 6 kun, 7 kun, 8 kun eng uzog'i. Eng uzog'i 8 kun. To'g'ri, shunaqa bo'lyapti hozir paronni. Lekin 100 dollar xarajat tejaladi, chem suxoy yo'l yurganda. Tanlov sizni qo'lingizda. Eng kam zakaz 60 ta, O'zbekistonning butun viloyatlariga yordam qilamiz. Dastavka qilib beramiz, olib borib beramiz emas. Yordam qilamiz. Kelasiz, molni ko'rib olasiz, komissiyani pulini berasiz, dokumentga topshiramiz, dokument chiqqandan dokument polni to'lovini qilasiz. Hammasi podriyat bo'ladi. To'lov rublda. To'lov rublda akalar. Tushunmagan savollaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar, men hammasiga javob beraman. Bu videoni Rossiyadan mol olib kelmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. Juda oson deb o'ylamanglar, uni ham ozgina mashaqqati bor. 24 soatlik istoriyani ko'rib tursangiz, molni ortilish jarayonlari, qayerga borib mol olyapmiz, hammasini qo'yib boryapman. Istoriyada hamma ma'lumotlar 24 soatlik istoriyada. Postda yangiliklar qo'yib boraman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.